Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Demak, TestLeader kanalida milliy sertifikat testlarini tahlil qilishda davom etamiz. Bugun navbatdagi variant, 5-variant. Ushbu testning muallifi men, ya'ni Javob Boltayev. Birgalikda tahlil qilamiz. Bir qancha insonlarning mikrofoni ochilgan, to'g'ridan-to'g'ri qatnashishlari mumkin, faqat o'sha shovqinsiz joyda o'tirgan holda. Birinchi test topshirig'i butun Mo'ornaq va Xurosonning Ismoil Somoniy tasarrufiga o'tishi qaysi tarixiy jarayon ortida yuz bergan? A variantda aka-uka Ismoil va Nasr o'rtasida bo'lib o'tgan taxt uchun kurashda Ismoilning g'olib bo'lishi deb yozganman. Bu 888-yilda bunda Mo'ornaq Ismoil Somoniy qo'liga o'tadi. Savolda esa Mo'ornaq va Xurosonning deyilgan, ya'ni Xuroson qismi ham bor. Shuning uchun A javob noto'g'ri hisoblanadi. B javobda Xurosonda hukmronlik qilgan tohriylarga qarshi g'oziylarning isyon ko'tarishi. Bu voqea 873-yilda bunda Saforiylar hokimiyat tepasiga keladi. Yoqub ibn Lays keladi hokimiyat tepasiga. Xo'p. D javobga e'tibor beramiz. Ma'mun ukasi Aminni xalifalik taxtidan ag'darib hokimiyatni egallashida Samoniylarning Ma'munga yordam berishi. Bu voqea o'sha Tohir ibn Husayn va Samoniylarni Ma'munni taxtga yordam berishi nazarda tutilgan bu yerda. Keyin Ma'mun Samonxudot nabiralariga o'sha Mo'ornaqni bir qancha yerlarini berar edi. C javob bu yerda yakuniy to'g'ri javob hisoblanadi. O'sha xalifa Mutazid 900-yilda mana xalifani Saforiylar hukmdori Amr ibn Laysga Mo'ornaq ustidan ham hukm yuritish huquqini berishi. Bu voqea xalifa Mutazid tomonidan 900-yilda beradi buni va Amr ibn Lays bilan urush kelib chiqadi va urushda Ismoil g'alaba qozonadi. Shu tariqa Xuroson va Mo'ornaq Ismoil Somoniy tasavvuriga o'tadi. Demak, bu C javobi bo'ladi. Ikkinchi test topshirig'i Berlin traktati shartnomasini Buyuk Britaniya uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatini aniqlang deb savol qo'llaganman. Xo'p, A javobni ko'ramiz. Bosniya va Gersegovinaning Buyuk Britaniyaga ilon etilishi. A javobda Bosniya va Gersegovina aslida Buyuk Britaniyaga emas, Avstriya-Vengriyaga berilgan edi. Avstriya-Vengriya. Shuning uchun bu javob noto'g'ri hisoblanadi. Noto'g'ri element qatnashgan. Endi B javobni ko'ramiz. Hindistonga chiqadigan dengiz yo'llari nazorati Buyuk Britaniya qo'liga o'tishi. B umuman Berlin traktati shartnomasiga aloqador emas. Bu voqea 1875-yildan so'ng bo'lgan. Ya'ni o'shanda Buyuk Britaniya hukumati Misrdan Suays kanalini 45% aksiyasini sotib olgan, keyinroq qolgan aksiyalarni qo'lga kiritgan. B javob tarixan o'zimman bu shartnomaga to'g'ri kelmaydi. C javobni ko'ramiz. Bolgariyaning mustaqil davlat deb e'lon qilinishi va amalda Buyuk Britaniyaga qaram bo'lib qolishi. C javobdagi ma'lumot tarixiy nuqtai nazardan noto'g'ri. Berlin traktati shartnomasida Bolgariya davlati 2 ga bo'lib yuborilgan edi, 2 ga. D javob. Buyuk Britaniya harbiy dengiz kemalari Qora dengizga kirish huquqini qo'lga kiritadi. Bu javob to'g'ri. Aynan Berlin traktati shartnomasiga ko'ra Qora dengizda flot qurish huquqiga ega bo'lgan. Rossiya qachon bu huquqqa erishgan edi? 1874-yilda Kuchuk Qaynar shartnomasida bo'ladi. To'g'ri. 1200 Qrim ham olgan o'sha shartnoma bo'yicha. Berlin traktati bo'yicha Kipr orolini qo'shib olgan edi. Kipr orolini ham olgan, to'g'ri. Xo'p, 3-test topshirig'i. Quyidagi qaysi urushda SSR tomonidan urushda qatnashayotgan harbiylarni oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurol-yarog' va boshqa zaruratlar bilan ta'minlash uchun 100 milliarddan ortiq mablag' sarflangan. 100 milliard rubldan ortiq. Xo'p. Bu yerda 10-sinf O'zbekiston tarixi darsligida yozilgan Sovet-Afg'on urushi bo'ladi. Va eslab o'tamiz, Sovet-Afg'on urushi. Unda 15 mingga yaqin sovet jangchisi qatnashgan edi, 15 ming.
Nechtasi o'zbekistonlik edi shularning ichidan? 1,5 mingtasi. Yarim 1,5 mingdan ortig'i o'zbekistonlik edi. O'zi aslida aniqroq sifralar yozilgan, lekin unaqa qilib eslab qolgandan ko'ra o'sha 15 mingga yaqin yoki 1,5 mingdan ortiq deb eslab qolish afzalroq hisoblanadi. Hop. 4-chi test topshirig'i xronologik ketma-ketlik. Hop, bu yerda oldin aytgandek, birinchi raqam variantlarga e'tibor berishimiz kerak. Mana 4 dan boshlangan yoki 2 dan boshlangan. Ikkalasidan birida, xullas. Hop, ko'ramiz, 4-chini ko'ramiz. Qadimgi Yunonistonda Afina shahri vujudga keldi. yarim sana 2 minglik deydi. Hop, keyin ikkinchini ko'ramiz. Qadimgi Rimda konsullik boshqaruvi vujudga keldi. Bu konsullik boshqaruvi miloddan avvalgi 6-asrda. Respublika Miloddan bilan avvalgi 6-asr, ya'ni bundayda o'sha respublikaga aylanadi. Miloddan avvalgi 509-yilda o'sha paytda konsullar boshqara boshlagan ikkita aynan shu nazarda tutilyapti bu yerda. Qadimgi Yunonistonda Afina shahri vujudga kelganligi esa bu miloddan avvalgi 2-mingyillik deb olsak bo'ladi. Ya'ni aynan bundayda 2-mingyillik bo'lmagan taqdirda ham oldinroqligini bilsak bo'ladi. Aslida Afina shahrining vujudga kelishi haqida 2-mingyillik yoki 1-mingyillikni o'sha miloddan avvalgi 9-8-asr degan qarash ham borda, lekin baribir Afina shahri qadimiyroq Rimdagi o'sha konsullik vujudga kelishidan. Baribir bilsak bo'ladi, 4 dan boshlanadi. Agar 4 dan boshlansa, mana ikkita javob chiqib ketadi. Hop, 4-1 yoki 4-2. O'zi 4-2 degan bitta javob bor mana. 4-2 degan bitta javob bor. Bilsak bo'ladi. Hop. Buni yozib turamiz. Qolganlarini ham tekshirib ko'ramiz-da. Birini ko'ramiz. Dunyoning 7 mo'jizasidan biri Zeus haykali bunyod etildi. Bu miloddan avvalgi 5-asrda. Chunki kim qurgan? Miloddan avvalgi 5-asr. Fidi tomonidan bunyod etilgan. Shuni evaziga miloddan avvalgi 5-asr ekanligini bilsak bo'ladi. Keyin 3-chini ko'ramiz. Xitoy va Davan davlat o'rtasida urush bo'lib o'tdi. Bu miloddan avvalgi 2-asrda. Miloddan avvalgi 2-asr. Xo'p. Keyin 6-ni ko'ramiz. Rim davlati imperiya deb e'lon qilindi. Rimning imperiya deb e'lon qilinishi miloddan avvalgi 1-asr. Ya'ni miloddan avvalgi 29-yil edi. Keyin 5-ni ko'ramiz. Kushon davlatiga buddaviylik dini kirib keldi. Kushon davlatiga buddaviylik dini kirib kelishi nima bo'lgan taqdirda ham milodiy bo'ladi. To'g'rimi? Nima uchun? Chunki Kushon davlatini o'zi milodiy 1-asrda vujudga kelganda, masalan, hattoki shuni evaziga ham biz ikkita javobni chiqarib yuborsak bo'ladi. Mana ani qaranglar. Ani nima uchun chiqarib yuboramiz? Mana Rim davlati imperiya deb e'lon qilindi degani, masalan, aytaylik, bu biz boyagi boshdagi ishlash usulidan ketmadikda, boshqa usuldan ketyapmiz. Oxirini ko'ryapmiz, mana oxirini ko'ryapmiz. 5-6 yoki 6-5. Ko'ramiz. 6da mana Rim davlati imperiya deb e'lon qilindi. Bu miloddan avvalgi davr. Miloddan avvalgi voqealar. Kushon davlatiga buddiylik kirib kelishi bu nima qilgan taqdirda ham milodiy bo'ladi. Miloddan avvalgi bo'la olmaydi. Chunki Kushonni o'zi milodiy 1-asrda vujudga kelgan. O'zi Kanishka davrida kirib kelgan Kushon davlatiga buddiylik. Agar bu voqealarni esla olmadik degan taqdirda ham o'sha milodiy ekanligini bilamiz-da, bilishimiz kerak. Shuni evaziga mana 6 chiqib ketadi, chunki oxirida turibdi bu. Keyin D ham chiqib ketadi. Baribir ikkita javob qoladi bizda. Mana shu ikkita javob qoladi. Keyin o'sha birinchi voqeasini bilsak bo'ldi. 2 mi yoki 4 mi? Qaysi birisi qadimiyroq? Mana shunaqa ishlash ham mumkin bu savolni. Sizga javob bo'ladi, yakuniy to'g'ri javob. Hop, 5-test topshirig'i.
Shu oldin aytganimdek, bu yerda bunday testlarni ishlaganda birinchi ta'riflarga, izohlarga qarash kerak. Bu yerdagi izohlarga qarash kerak. Endi masalan men uchun eng osoni okkupatsiya. Nima uchun okkupatsiyani kalit so'zi esimda qolgan? Masalan aytaylik, vaqtinchalik. Vaqtinchalik egallab turish degan joyi bor edi. O'ng tarafdan vaqtincha degan so'z qatnashgan joyini qidiraman. Xo'p. Mana C javobda urush olib borayotgan tomon qurolli kuchlarini boshqa davlat yerlarini bosib olib, mana vaqtincha egallab turishi. 2 ga S degan javob kerak menga. Agar 2 ga S degan javob bo'lsa, mana A da bor, B da yo'q. B chiqib ketdi. Keyin mana C da bor va D ham chiqib ketdi. Ko'rdingizmi? 2 ta javob qoldi. Bittasini bo'lishimiz evaziga. Ana endi yana ko'raman. Menga yordam bermaydigan variantlarni o'chirib turaman xalaqit bermasligi uchun. Birlar ikkalasida ham C, lekin tekshirib olaman. Tekshirib olishim kerak. Metropoliya urush olib F. Metropoliya o'zga mamlakatni bosib olib, o'z mustamlakasiga aylantirgan imperialistik davlat. O'zi metropoliya atamasi darslikda juda ko'p keladi, lekin buni ta'rifini bermagan. Men o'zim qo'shib qo'yibman. Lekin metropoliyani bilmagan taqdirda ham to'g'ri javob topib olsa bo'ladi. Mana bitta javobni chiqarib olish evaziga darslikdagi bor ma'lumot asosida. 2 ta javob qoldi, ikkalasida ham metropoliya F ga moslashgan. 3-chini ko'ramiz, tolerantlik. E yoki B. Buni ko'ramiz, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida inson ongi va faoliyatida dunyoviylik ta'sirining kuchayib borish jarayoni. Juda o'xshab ketadi. Lekin mana buni ham ko'rishimiz kerak. Eni ham ko'rishimiz kerak. O'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga toqatli bo'lish. O'zi tolerantlikning kalit so'zi toqatli bo'lish edi. Lekin bu faqatgina yodlab qo'yish emas, tushunish kerak. Haqiqatda sabr-bardosh, boshqalarning bir qarashlarini hurmat qilish. Mana shu narsa tolerantlik deyiladi. Demak, 3 ga E ni moslashtiramiz. 3 ga E ni moslashtirsak, bizda to'g'ri javob kelib chiqadi. Mana 3 ga E. Bu yerda esa 3 ga B moslashib turibdi. B dagi atama nima? Qaysi atama bu? Kim biladi? Sekulyarlik edi. Endi sekulyarlikni o'sha dinni davlatdan ajralishi deb o'qigansizlarda. Mana shu narsa boshqacha sekulyarlik atamasining boshqacha ta'rifi bu B-dagi. Xo'p. O'sha metropoliya atamasiga e'tibor beraylik mana. O'sha 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Yevropa davlatlari, AQSh, Yaponiyaning mustamlakachilik ekspansiyasi eng avj olgan davr bo'ldi. Islom dunyosi ham yirik hududlarga egalik qilayotgan metropoliyalar tomonidan deyarli to'liq bosib olindi degan joyi bor 10-jahon tarixida. Keyin Afrikada metropoliyalar siyosati degan reja ham bor. O'zi polis degani nima edi? Polis. Shahar degani. Shahar. Mana bu metr degani maza degan inglizchada so'z bor-ku, o'sha hammasi matter degan bir lotincha so'zga borib taqaladi-da. Ya'ni ona shahar degani metropoliya degan lug'aviy ma'nosi. Agar biz uni ta'rifiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'zga mamlakatlarni bosib olib, o'z mustamlakasiga aylantirgan imperialistik davlat. Ona shahar. Xo'p. Okkupatsiyaga ta'rif berib ketamiz. Ta'rifini aytdik. Endi o'sha 2-jahon urushidan keyin mag'lub Germaniya hududi 4 ta davlat tomonidan okkupatsiya qilingan edi. Qaysi davlatlar bu? Qaysi 4 ta davlat? Fransiya, Angliya, Rossiya, keyin AQSh bo'ladi.
Xo'p, qarang, Fransiya, Angliya, Rossiya, Rossiya emas, SSR va SSR. Xo'p, o'sha 4 ta davlat tomonidan okkupatsiya qilingan edi. Ha, Endi tolerantlikni aytdik. Izolyasionizm, mana izolyasionizm qaysiga moslashyapti? D ga moslash. Izolyasionizm D ga moslashyapti. Boshqa davlatlar, millatlar, xalqlar, etnik guruhlarning ishlariga aralashmaslik g'oyasiga asoslangan tashqi siyosat yo'nalishi bu. Mana izolyasionizmga to'g'ri keladi. Masalan, o'sha AQSh 1930-yillarning o'rtalaridan Ikkinchi jahon urushi boshlangunga qadar izolyasionizm siyosatini qo'llagan, o'sha siyosat ustuvor bo'lib qolgan AQShda. Xo'p, 6-test topshirig'i. Bu yerda 5-da A ortib qoladi. O'sha A ni ham aytib ketaylik. Muayyan aholi guruhlarini ularning irqiy mansubligiga qarab huquqlaridan mahrum etish, hududiy jihatdan yakkalatib qo'yish. Bu apartheid edi. Apartheid o'sha Janubiy Afrika Respublikasida 1994-yilda Nelson Mandela kelgunga qadar apartheid siyosati hukmron bo'lgan. Keyin B ham ortib qoladi. B o'sha sekulyarlik, yuqorida aytganimizdek. Mana bu A apartheid. Xo'p, 6-test topshirig'i. Quyida berilgan atamalar ularning izohi yana konfessiya deyilgan. Konfessiyaga masalan Emi yoki Ami degan savol borda mana. Ada davlat korxonalarini, mulkini muayyan muddatga chet el kapitaliga berish haqidagi kelishuv shartnoma. Bu yerda ham bu konsessiyada bu. Konfessiya emas, konsessiya. Shuning uchun o'zi bitta o'sha bilsak, ikkita javob chiqib ketadi mana. Bir yana ko'ramiz. Diniy ishonch, e'tiqod shu bilan birga mazhab mazmuniga ega tushuncha. Birga E bo'ladi. Agar birga biz E deydigan bo'lsak, mana A chiqib ketadi va B chiqib ketadi. Bu yerda o'sha tuzoq qo'yishga harakat qilganman-da, mana shu bitta harfni bilish kerak. Lekin ikkita atama bor-da, baribir mazmunan boshqa-boshqa. Shunchaki harf o'yini emas bu yerda. Haqiqatda konfessiya degan atama bor-ku, keyin konsessiya degan atama ham bor. Xo'p. O'sha 10-sinf O'zbekiston tarixi darsigida keladi konfessiya atamasi. O'zbekistonda nechta diniy konfessiya faoliyat yuritib kelganligi yozilgan? 16 ta. 16 ta, to'g'ri. Bu ham milliy sertifikatda tushgan. Eslab qolinglar, 16 ta. Xo'p. Ikkinchi direktiva deb yozganman bu yerda. O'z ikkinchini topsak biz javob topib olishimiz mumkin, chunki ikkalasida ham ikki xil. Mana S deyilgan. S javobda 2 ga S deyilgan, D javobda esa 2 ga D deyilgan. S'ni ko'ramiz, hukumatning muhim voqea munosabati bilan xalqqa qilgan yozma murojaati. Bu nima edi? Bu Manifest. Manifest edi. Xo'p. 2 ga D bo'ladi. Shu bilan to'g'ri javob ham kelib chiqadi o'zi. Yakuniy javob. Xo'p, lekin qolganlarini ham bitta ko'rib olamiz. Masalan, 3 ga B moslashgan. Tekshirishimiz kerak-da, imtihonda tekshiring. Retsessiya. Ishlab chiqarishning nisbatan mo'tadil, unchalik xavfli bo'lmagan pasayishi, iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi. O'sha 1990-yillarning boshida AQSh iqtisodiyotida qisqa muddatli retsessiya kuzatildi deb yozilgan edi 11-sinf jahon tarixida. Bu o'zi uncha xavfli bo'lmagan iqtisodiy sekinlashuv deb tushunish kerak, qisqacha mazmunda. O'zi har bir atamani to'laqonli yodlab qo'yishdan ko'ra uni qisqacha mazmun tushunib qo'yish afzalroq hisoblanadi. Xo'p.
Keyin bu yerda yana ortib qoladigani S, o'sha S'ni manifest dedik. Keyin avtarkiya. Avtarkiyada mana F moslashyapti. Davlatni o'zini o'zi ta'minlash qoidasiga asoslanib boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalardan uzilib qolgan biqiq xo'jalik yuritish siyosati. O'sha 10-sinf jahon tarixi darsligida Portugaliya rejasida 1960-yillarda Antonio Salazar davrida iqtisodiy rivojlanishni avtarkiya modeli ustuvor bo'lganligi yozilgan edi. Salazar davrida 60-yillarda. Xo'p. 7-test topshirig'i tarixiy shaxsni aniqlashimiz kerak. Kalitlarga e'tibor beramiz. Ikkinchi jahon urushida qatnashgan o'zbekistonliklardan biri Stalingrad jangida jasorat ko'rsatgan. Va bu yerda eng asosiy kalit mana bu Pavlov hisoblanadi. Volgograd shahridagi bir binoni katta serjant Pavlov Yakov Fedotovich boshchiligida qariyb 2 oy himoya qilgan 24 nafar askar orasidagi yagona o'zbekistonlik. O'zbekistonda 2015-yil 93 yoshida vafot etdi. Bu yerda o'sha Pavlov kalit hisoblanadi. Darslikda yozib ketgan Pavlov uyini himoya qilish deb. O'shani o'quvchilar masalan nima u Pavlov deb so'raydi-da ba'zi o'quvchilar. Nima uchun aynan Pavlov? Chunki o'sha 24 nafar odamga katta serjant Pavlov degan odam rahbarlik qilgan bo'ladi. Shuning uchun Pavlov uyi deb nom olgan u. Javobdagi Sobirjon Oxunjonov, bu ham Stalingrad jangida qatnashgan. Endi S javobni ko'ramiz. Samig Abdullayev. Bu ham Kavkaz uchun janglarda 3000 ga yaqin minani zararsizlantirgan edi. Kavkaz 3000 mina. Keyin mana bu B javobdagi odam-ku juda mashhur, chunki B javobdagi o'sha Avazmat Niyazmatov qaysidir ma'noda fashistlar bilan to'qnashgan birinchi o'zbekistonlik desa bo'ladi. Nima uchun? Chunki 1941-yilning 22-iyunida fashistlar SSRga eng birinchi o'sha Brest qalasiga hujum qilgan. O'sha paytda Avazmat Niyazmatov Brest qalasida harbiy xizmatda bo'lgan. Ya'ni bitta o'zbekistonlik bor edi o'sha Brest qalasida. Lekin o'sha urushning birinchi kuniyoq halok bo'ladi bu inson. Nemis fashistlar bilan to'qnashgan birinchi o'zbekistonlik Avazmat Niyazmatov. Va mana D javobda Kamol Turg'unov yagona o'zbekistonlik o'sha nimada. Demak, yakuniy to'g'ri javobimiz D hisoblanadi. Hop, 8-test topshirig'i tarixiy shaxsni aniqlashimiz kerak. 1994-yil kalitlarga e'tibor beramiz. Demak, 1994-yilda birinchi marta hukumat boshlig'i lavozimini egalladi. Uning hukumati 1994-yil oxirigacha tura oldi xolos. Korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilgan bo'lsa-da, uning o'zi sobiq o'sha soliq qoidalarini buzganlikda ayblandi va iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Keyinchalik u turli yillarda yana 3 marta hukumat boshlig'i lavozimini egallashga muvaffaq bo'ldi. Mana shu ikkinchi qismi yozilmagan darslikda, lekin bizga to'g'ri javob topib olishimiz uchun birinchi qismi yetadi. 3 marta hukumat boshlig'i bo'lganligi yozilmagan keyinchalik. Hop, birinchi bu yerda A javobni chiqarib yuborish kerak. A javobni. Nima uchun? Aleksandr Lukashenko to'g'ri, u ham 1994-yilda prezident lavozimini egallagan. Lekin birinchidan savolda hukumat boshlig'i deyilgan, mayli. Aytaylik, u darajada chuqurlashish imkoniyati bo'lmasa, Aleksandr Lukashenko uzluksiz ravishda Belarusiyani boshqarib ketibdi. To'g'rimi? Ya'ni hozir ham Aleksandr Lukashenko Belarusiyani boshqaradi. Savolda esa nima deyapti? Iste'foga chiqdi, 3 marta hukumat boshlig'i lavozimini egalladi deb yozilgan. Endi B javobdagi Benazir Bhutto, bu Pokiston bosh vaziri 1980 va 1990-yillarda birinchi marta, keyin esa 1993-1996-yillarda. O'sha 96-yilda prezident o'sha Sardor Farruq Ahmad Xon qarori bilan Benazir Bhutto o'z lavozimidan chetlashtirilgan. 96-yilda chetlashtirilgan. Buni aytaylik
93-96 deb hisoblasak ham to'g'ri javob topib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni B javobni olmaymizda Benazir Bug'utdoni. S javobda Emomali Rahmon. Emomali Rahmon Tojikiston prezidenti bu ham 94 da kelgan, to'g'ri, lekin hozirgacha Tojikiston prezidenti hisoblanadi. Xo'p. D javob mana Berluskoni, bu to'g'ri, o'sha tarixiy shaxsni aniqlang degan to'g'ri keladi. Shimol ligasi, Milliy alyans koalitsiyasi asosida 94-yilda hukumatni shakllantirgan va o'sha yilning oxirigacha turgan. Hop. Demak, eslab qolamiz, o'sha Shimol ligasi, Milliy alyans koalitsiyasi asosida. Buni javob topish mumkin, bu savol oson. 9-test topshirig'i tarixiy davlatni aniqlang. Hop, ikki qismdan iborat, bu ham chiroyli savol. Mana. Birinchi qismini o'qiymiz. Ushbu davlat 19-asr oxiri 20-asr boshlarida iqtisodiy taraqqiyotda boshqa buyuk davlatlarga nisbatan orqada edi. Mana eng kalit so'zi mamlakatdagi monopolistik kapitalizm feodal monarxiya qoldiqlari bilan chirmashib ketgan edi. Mana shu joyda bizda ikkita javob qoladi. Ikkita javob chiqib ketadi, ikkita javob qoladi. Chunki o'sha 9-sinf jahon tarixi darsligida Yaponiya mavzusida yozilgan. DTMda ham bir vaqtlari shunga o'xshash savol tushgan. Ya'ni quyidagi qaysi davlatlarda monopolistik kapitalizm feodal monarxiya qoldiqlari bilan chirmashib ketgan degan mazmunda. U yerda Rossiya va Yaponiya javobi olinadi. Agar biz mana shu joyini Rossiya va Yaponiya ekanligini bilsak, ikkita javob chiqib ketadi. Eron va Turkiya. Ikkitasi qoladi. Endi yakuniy javob topishimiz uchun bizga savolning keyingi qismini o'qishimiz kerak. 19-asrning 80-90-yillarda sanoat ishlab chiqarishda bir qator yutuqlarga erishdi va mana muhim joyi 90-yillarga kelib sanoat to'ntarishi yakunlandi. Va mamlakat ishlab chiqarishning umumiy hajmi bo'yicha dunyoda 5 ta eng yirik industrial davlatlardan biri qatoriga qo'shildi. Qaysi davlat bo'ladi endi? Rossiya. Endi Rossiya bo'ladi. Chunki Yaponiyada 1920-yillarda sanoat to'ntarishi 20-yillarning o'rtalariga kelib yuz bergan. Shuning uchun A javobni chiqarib olsak bo'ladi, o'sha 20-yillar ekanligini eslasak ham. Mana D javob Rossiya. 10-test topshirig'i tarixiy sulolani aniqlang. Ushbu sulola tarixda eng uzoq hukm surgan turkiy sulolalar ichida 2-o'rinda turadi. Sulolaning kelib chiqishi 13-asrning birinchi yarmida O'rta Osiyoga kelib o'rnashgan qabilaga borib taqaladi. Bu Barlslar bu, qarang. 13-asrning birinchi yarmida deyilyapti. Bu Chingizxonni yurishlari davriga to'g'ri keladi, 13-asr birinchi yarmi. Ushbu sulola o'rta asrlarda shimolda Ili daryosi va Orol dengizidan o'sha janubda Fors qo'ltig'iga qadar, sharqda Xitoy Hindistondan, g'arbda Qora dengizga qadar ulkan maydonni egallagan davlatni boshqargan. Bu yerda faqat Temuriylar qoladi. Qarang, o'sha Qoraxoniylar masalan chiqib ketadi. Nima uchun? Agar biz Qoraxoniylarni Karluklar bilan bog'lasak ham, Karluklar ancha qadimiyroqda, u O'rta Osiyoga kelib o'rnashganligi. 13-asr birinchi yarmi emas. Bu yerda mana Barlslar. Keyin o'sha eng uzoq hukm surgan turkiy sulolalar ichida 2-o'rin deganda bu yerda 1370-yildan 1858-yilgacha bo'lgan davr olinadi. Shunaqa qarash ham borda. Birinchisi Usmoniylar hisoblanadi. Usmoniylar nechanchi yillar? 1399, 1922. Bu birinchi o'rinda, number 1 bu. Ikkinchi o'rinda Temuriylar hisoblanadi. Lekin Temuriylarni biz mana bunaqa qilib olsak ikkinchi o'rin bo'ladi. 1507 ham bor edi-ya siz, boshqacha unda ikkinchi o'rin bo'lmaydi u. 1370 1507 desak ikkinchi o'rin bo'lmaydi. Mana bunaqa yondashsak, ya'ni Boburiylarning
Hindistonga borishi borku, mana Boburiylar Hindistonda hukm surgan, ular ham Temuriylarni davomchisi sifatida kirsa ikkinchi o'rin bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim emas, bu yozilgan tarixiy kitoblarda o'sha ikkinchi o'rin sifatida. 1507gacha ustoz endi Husayn Boyqaroni o'lgani eng oxirgi deb olinadimi shunda? Yo'q, qarang, shuni aytyapman-da, mana Temuriylarni O'rta Osiyodagi hukmronligi tugashi 1507. O'sha Hirotni egallanishi. Endi lekin ba'zi tarixchi olimlar, ba'zi emas, endi ko'proq tarixchi olimlar Temuriylarni turkiy sulolalar ichida eng uzoq muddat hukm surgan ikkinchi sulola sifatida qayd etishadi. Bunga asos qilib esa mana bu 1370 dan 1858-yilgacha bo'lgan davrni olishadi. Chunki o'sha Hindistondagi Boburiylar ham Temuriylarning bir tarmog'i hisoblanganligi evaziga shunaqa olishadi. Tushuntira oldimmi? Bahodir Shoh oxirgisi bo'ladimi siz shunday? Bahodir Shoh ikkinchi, oxirgisi. Hop, 11-test topshirig'i ikkinchi jahon urushi yillarida front oldi hududlardan bir qancha Rus, Ukrain, Belarus millatiga mansub yozuvchilar, shoirlar evakuatsiya qilingan. Keyinchalik ular o'zbek yozuvchi shoirlari bilan adabiy hamkorlik ishlari olib borgan. Hop, quyida keltirilgan adabiyot vakillaridan ikkinchi jahon urushi yillarida front oldi hududlaridan O'zbekistonga ko'chirib keltirilganlarni aniqlang deb tuzganman. 10-sinf O'zbekiston tarixi darsigida yozilgan bu ma'lumot. O'sha keyinchalik ko'chirib keltirilganlar bilan hamkorlikda Biz yengamiz degan almanax, O'zbekiston shoirlari frontga degan antologiya chop etilgan edi. Eslasangizlar. Almanax degani nima? Almanax degani turli mualliflarning o'sha mavzu, janr va boshqa belgilarga ko'ra birlashtirilgan adabiy asarlar to'plami, turli mualliflarning. Xo'p, antologiya esa bir guruh mualliflarni tanlab olingan asarlari edi. Qo'shimcha sifatida aytyapman, tushunishingiz uchun, juda muhim emas lekin. Xo'p. Demak, bu yerda raqamli testlarda oldin aytganimdek, bittasini bilish evaziga ham ikkita javob chiqarish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, Aleksey Tolstoyni aytaylik 80%, 90% esimizga keldi. Aleksey Tolstoy bor edi deyapmiz. Ikki borlarni olamizda, ikki yo'qlarni chiqarib olamiz keyin. Mana bu javob chiqib ketadi. Xo'p, keyin Korney Chukovskiy ham bor. Korney Chukovskiy 2-3 chiqib ketadi, chunki bu yerda 3 yo'q. Va bu ham chiqib ketadi. Mana shu 2-3 ni bilsak ham to'g'ri javob kelib chiqadi bizda. O'zi kimlar mana Aleksey Tolstoy, Korney Chukovskiy, Anna Axmatova, keyin Yanka Kupala, Yakub Kolas va Svetlana Somovalar bor edi. Mana shular O'zbekistonga evakuatsiya qilingan. Xo'p, 12-test topshirig'i 18-asr O'rta Osiyo tarixiga oid ma'lumotni aniqlashimiz kerak. Xo'p. Buxoroda Ernazar elchi madrasasi bunyod etildi. Bu nechanchi asr? 18-asr oxiri. 18-asr oxiri. Aynan 18-asr, mayli. To'g'ri javob edi. Shuning uchun A'dan ketmaylik. Ana aytib qo'ydik-da o'sha. Qo'qon davlati rasman xonlik deb atala boshlandi. Bu 19-asr bo'ladi. Mana 1805-yilda Olimxon davrida. 1805 Olimxon. Hop, C javobda Orenburgda Buxoro amirligi savdogarlari qarorgohi qurildi. Bu 1804 da Haydar davrida. O'rta Osiyoda dastlabki pravoslav cherkovi vujudga keldi. Bu nechanchi asr? 18 bo'lsa kerak siz. 18, unda ikkita to'g'ri javob bo'lib qoladi-ku. 18 deyapmiz o'zi. 19 degan. Bu 19 bu
Bunday O'rta Osiyoda dastlabki Rostov cherkovi 19-asr ikkinchi yarmi bo'ladi. Ya'ni shunaqa javob bergan ma'qul. Nima uchun? Darslikda aniq yili yozilmagan, lekin 1880-1890-yillarda Turkistonga ko'plab pravoslav jamoalari o'sha ko'chib kelganligi, ular yashaydigan hududlarda pravoslav cherkovlari qurilganligi haqida ma'lumot bor 10-sinf O'zbekiston tarixida. Lekin ko'chib kelganligini yozganda, aslida biz buni tekshirib ko'rsak, bundan oldinroq pravoslav cherkovi qurilganligini bilsak bo'ladi, lekin 80-90-yillar bo'lmagani bilan baribir 19-asr ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Aynan adashmasam 53-yilmi shunaqa edi, lekin u abituriyent uchun shart emas. 19-asr ikkinchi yarmi deb qo'yaveramizda. Va bu yerda mana A javob. Ernazar elchi madrasasi qurildi. Kim yuborgan edi Ernazar elchini? Doniyor Yotaliq. Doniyor Yotaliq. Hop, 13-test topshirig'i 1925-yil 29-yanvarda o'tkazilgan ma'muriy hududiy bo'linishga ko'ra tashkil etilgan viloyatlarni aniqlang. Xo'p. Bu yerda mana Xorazm, keyin Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo. Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'ladi. Bir javob. Endi Xorazmni bilsak, bitta javob chiqib ketadi. O'shanaqa ham topish mumkin albatta. Buxoroni chiqarib olib mana. Birinchi mana aytaylik Xorazmni bilsak. Bir hech bo'lmasa D javob chiqib ketadi. Keyin aytaylik Zarafshon ham borligini biladigan bo'lsak, 3 bor javoblarni olamiz desak. Ayo, hammasida bor ekan, 3 o'zi qolganlarda. O'zi birinchisida yo'q edi ustoz. Keyinchalik Farg'ona Qo'qon bilan Andijonga Farg'ona o'rniga Qo'qon bilan Andijon olindi. Zarafshon o'rniga Buxoro bilan O'rta Zarafshon olindi. Xo'jand qo'shildi keyin. Qarang, o'sha ilk ma'muriy hududiy bo'linish 25-yilda 7 ta viloyat va alohida Kanimex tumani tashkil etilgan. Bu yerda mana Xorazm, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo berilgan bo'lsa, bu yerdagilardan tashqari Samarqand, Toshkent, Farg'ona bor. Bu yerdagilardan tashqari Samarqand, Toshkent, Farg'ona. 7 tada. Keyin esa 1926-yilda o'sha 29-sentyabrda yana ma'muriy hududiy bo'linish o'tkaziladi va 10 ta okrug tuziladi. O'sha savoldagi mana bu Xo'jand, Buxoro, Qo'qon, Andijon. Mana shular. Xo'jand, Buxoro, Qo'qon, Andijonlar 1926-yilda tashkil etilgan. O'sha 10 ta okrug bor-da. Xorazm, Buxoro, O'rta Zarafshon, Samarqand, Toshkent, Xo'jand, Qo'qon, Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo va alohida Kanimex tumani tuziladi. Xo'p. Yaxshi. 14-test topshirig'i SSRda dinga qarshi mafkuraviy kurash olib boruvchi Jangovar Xudosizlar ittifoqi tashkiloti va Bezbojnik jurnalini tugatilishiga nima sabab bo'lgan? Xo'p, bu savol ham chiroyli savol. Mana o'sha ikkinchi jahon urushi yillarida G'arb davlatlari SSRga antifashistik koalitsiyani tuzish paytida bir qancha talablarni qo'ygan. O'sha diniy siyosatni yumshatish talabi ham bor edi. Diniy siyosatning yumshatilishi SSR uchun ham o'sha davrda manfaatli bo'lgan. Nima uchun? Chunki xalqi musulmon bo'lgan o'sha xalqlarni urushga safarbar qilish uchun bu juda muhim edi. O'sha paytlarda O'rta Osiyo uchun haj safarlarini yana o'sha tiklagan ham hattoki. Xo'p, endi bu javob ikkilantirishi mumkin. Qayta qurish siyosatining asosiy maqsadi mamlakatni demokratlashtirish etib belgilanganligi. O'sha ikkilantirishi mumkin-da, dinda ham erkinlik berilgandir deb. Lekin o'sha 1986-yildagi QPS sezdi bor. Qayta qurish davrida ham diniy siyosat radikal ko'rinishda bo'lganligini o'sha ko'rish mumkin-da. O'sha sezdi ateistik tarbiya va takomillashtirish tadbirlari to'g'risida qaror chiqadi.
o'sha din afyundir degan g'oya qayta tiklangan qayta qurish davrida. Partiyani dindor a'zolari ta'qib ostiga olingan, janozalarga borganlar matbuotda yozib chiqilgan. Ya'ni bu javob tarixiy fakt nuqtai nazari bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Qayta qurish davrida tugatilgandir degan o'y-xayol kelishi ham mumkin demoqchiman-da. Endi qolgan S javobda mana dindor katlam tomonidan tashkilot a'zolariga ommaviy terror boshlanganligi. Bu noto'g'ri tarixiy fakt nuqtai nazaridan va mana D javobni olamiz. Xo'p, 15-test topshirig'i. O'zbekiston tarixi va qonunchiligi bilan bog'liq to'g'ri ma'lumotlarni topishimiz kerak. Ko'pchilik xato qiladi bu savolda, negadir. Mana birinchini ko'ramiz. 90-yil 20-iyunda qabul qilingan Mustaqillik deklaratsiyasi konstitutsiya qabul qilingan qadar asosiy qonun rolini bajargan. Bu noto'g'ri. Mustaqillik deklaratsiyasi emas. Asosiy qonun rolini to o'sha 92-yilgacha O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonun bajargan. O'sha bu milliy sertifikatni namunaviy testi bor, bitta o'zi namunaviy test chiqargan DTM. O'sha testda quyidagi qaysi qonun konstitutsiya qabul qilingan qadar asosiy qonun rolini bajargan degan savolni ham tuzib qo'yibdi-da, bu darslikda yo'q lekin. Xo'p, ikkinchi. Islom Karimov prezidentligi davrida O'zbekiston ekologik partiyasi tashkil etilib, Qonunchilik palatasining 15 deputati ekologik partiyadan saylanishi belgilandi. Bu ham noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Chunki ekologik partiya, ya'ni 5-partiya bu Shavkat Mirziyoyev davrida tashkil etilganda 2008-yilda ekologik harakat vujudga kelgan. Harakat. Mirziyoyev davrida esa mana 5-partiya tashkil etilgan. O'zi bir bilan ikkini chiqarib olsak, bu yerda to'g'ri javob kelib chiqadi menimcha. Mana S javob. Shuni ko'ramiz. 92-yilda Toshkentda birinchi bo'lib AQShning elchixonasi ochildi. Bu to'g'ri. 4ni ko'ramiz. 92-yildan O'zbekistonda xorijiy valyutani hech qanday cheklovlarsiz konvertatsiyalash boshlandi. Bu noto'g'ri. Bu juda muhim islohot hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyevning eng katta islohotlardan biri o'sha prezidentlik davridagi. 2017-yildagi qaror bo'yicha amalga oshirilganda, ya'ni 2017-yildan boshlab masalan o'sha so'mni dollarga bankda bemalol almashtirish mumkin bo'lgan. Siz so'mingiz bor, so'm, bankka borasiz va dollar olib ketasiz. Oldinlari unaqa emas edi. Oldinlari o'sha so'mingiz bo'lsa ham juda qiyin edi uni dollarga almashtirish. O'sha bozorlarda dollarchi degan kasb bo'lar edi. Hozir o'sha dollarchi degan kasb ham o'z ahamiyatini yo'qotganda. Chunki bankdan bemalol almashtirish mumkin. Bu Shavkat Mirziyoyevning islohoti hisoblanadi. Xo'p. 5. Bosh vazir nomzodi saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rnini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdorda ko'p o'rin olgan siyosiy partiyalar tomonidan taklif etiladi. Hop. Oltinchini ko'ramiz. Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlariga 21 yoshga to'lgan fuqarolar saylanishi mumkin. Bu to'g'ri ma'lumot. 6. 7-ni ko'ramiz. Tuman va shaharlarning hokimlari tegishli viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi. Hamda tegishli xalq deputatlari kengash tomonidan tasdiqlanadi. Bu joy negadir o'chib ketibdi, oxir tashlaganimda. O'zgartirib qo'yaman. Bunday edi. Tegishli xalq deputatlari kengashi tomonidan tasdiqlanadi deb yozilgan edi. Bu yer buni o'zgartirib qo'yish kerak, negadir o'chib ketdi. Lekin bu to'g'ri ma'lumot edi xullas. Mana sizga javobi bo'ladi. Hozir bitta narsani qirib olish kerak bu yerda. Bir daqiqa. Qanday muammo bo'lishi mumkin bu testda? Aytingchi.
Qanday muammo bo'lishi mumkin? Hop, bu yerda muammo bor testda, ya'ni darslikdagi o'zgargan joyi bor-da. Yangi konstitutsiya bo'yicha. O'sha 5-dagi ma'lumot. Hozir bosh vazir unaqa emas. Darslikda shunaqa yozilgan, bosh vazirning lavozimga kirishishi o'zgarganda hozir. Bu bo'yicha men test ham tuzib qo'ydim. Shu qaranglar, bosh vazir qanaqa qilib lavozimga kirishadi bugungi kunda, ya'ni hozirda. Prezident parlamentga kirgan barcha fraksiya, o'sha partiyalarning fraksiyalari bilan maslahatlashuvdan keyin bosh vazir nomzodini Qonunchilik palatasiga taqdim etadi. Deputatlarning yarmidan ko'pi ma'qullasa, bosh vazir lavozimiga tasdiqlanadi. Ya'ni o'sha g'olib partiya degan tushuncha yo'q-da oldingidek. Hozir. Shuni eslab qolishlaringiz kerak. Endi hali 11 o'zbekni hali o'qimadik. O'sha 11 o'zbekda ham ma'lum bo'ladi bu. O'sha o'zgarganda g'olib oldinlari g'olib partiya degan tushuncha bor edi. Ya'ni men hozir testni tashlab qo'yaman. Bu o'zgarganligini bilishlaringiz kerak. Chunki muhim bu. Mana o'sha O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra quyidagi mulohazalardan qay biri to'g'ri berilgan? Mana shu joyda agar biz darslikka bugungi o'sha 11-sinf O'zbekiston tarixi darsligiga tayanadigan bo'lsak, bu javob ham to'g'ridek tuyuladi, lekin aslida u o'zgarganda o'zi. Bosh vazir nomzodini g'olib partiya taqdim etadi, Oliy Majlis palatalari ko'rib chiqadi va ma'qullasa prezident tayinlaydi. Bu o'zgargan. Mana D javobda bosh vazir nomzodini prezident taqdim etadi, Qonunchilik palatasi ko'rib chiqadi va ma'qullasa prezident tayinlaydi. Mana shu D javobdagi to'g'ri hisoblanadi. Endi testda qanaqa muammo bor? Testda mana shu 5-bosh vazir nomzodi saylovlarda, ya'ni to'g'ri javobga qolib ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu o'zi to'g'ri emas. Agar 5 ni chiqarib olsa, 5 to'g'ri emas-ku. Bitta ham to'g'ri javob qolmaydi-da bu yerda o'zi. Lekin men o'sha bu testni ancha oldinroq tuzganman, hali konstitutsiya yangilanmasdan oldinda. Konstitutsiya 23 da yangilandimi? 23 dan oldin tuzganman-da bu testni. Xo'p. Buni esimga solib qo'yinglar, men shu joyni o'zgartirib qo'yishim kerak. 5 ni. Shunda test to'g'ri bo'ladi. 5 ni bugungi qonunchilikka moslab qo'yishim kerak. Hech kim yodimga solmaydi, baribir lekin. Xo'p. Yaxshi, davom etamiz. Endi 16-test topshirig'i davlat shaxs voqea mosligi bu yerda bilishimiz kerak. Birinchi ma'lumot, AQSh Theodor Roosevelt Rockefellerning neft tresti 2 ga bo'lindi. Bu noto'g'ri, chunki Rockefeller emas, kimning neft tresti edi? Morgan. Morganning neft emas, Morganning temir yo'l kompaniyasi 2 ga bo'lingan. Temir yo'l. Morgan edi va temir yo'l edi. Xo'p. 1 chiqib ketadi. Agar biz 1 ni chiqarib olsak, mana 2 ta javobimiz qoladi faqatgina. Va mana shunday sharoitda qanaqa topish mumkin? Mana 3 lar bizga yordam bermaydi. Keyin 5 lar bizga yordam bermaydi. 6 lar ham yordam bermaydi. 8 lar ham yordam bermaydi. Mana 2 yoki 4. Ikkalasidan birisini bilsak bo'ldi. SSR Nikita Xrushchev davlat tarixida birinchi marta yengil sanoatning xalq iste'mol mollari ishlab chiqarishini ustunligi belgilandi. Keyin esa 4 ni ko'ramiz. Buyuk Britaniya David Cameron Iroqqa qarshi antiterror koalitsiyasida AQShning asosiy ittifoqchisiga aylandi. Bu noto'g'ri, chunki David Cameron emas, kim edi? Blairmi? Anthony Blair edi, ha. 4 noto'g'ri. Agar 4 ni chiqarib olsak, mana bizda yakuniy to'g'ri javob kelib chiqadi. Endi tekshirib ko'rishimiz kerak, lekin demak
Biz 2, 3, 5, 6, 8 degan javob tanladik. 2 to'g'ri bo'lishi kerak. Demak, 2 haqiqatda to'g'ri. 3. Xitoy Deng Xiaoping davlat o'zini o'zi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash muammosini hal etib, mahsulotlarni chetga eksport qila boshladi. Xitoy islohotlarining otasi Deng Xiaoping bu to'g'ri, albatta u ijobiy islohotlar bilan, ijobiy natijalar bilan eslanadi. 4 ni ko'rdik. 5. Yaponiya Hashimoto tashqi siyosatda Yevrosiyochilik konsepsiyasini tatbiq etishga urindi. Hop, bu ham to'g'ri. Buni o'zi kechagina savol javob qilgan edik. 6. Ispaniya Franko mamlakat BMTga a'zo bo'lib kirdi. Mana shu 6 ni kimdir chiqarib olishi mumkin-da, noto'g'ri deb. Lekin bu to'g'ri ma'lumot, chunki dastlab to'g'ri BMT a'zo qilmaydi Ispaniyani, lekin aynan Franko davrida a'zo bo'lgan baribir ham BMTga. 7. Muammar Kaddafi BMT inspektorlarini AQSh foydasiga josuslik qilishda ayblab, xalqaro inspektorlarni mamlakatdan quvib chiqardi. Bu kim edi? Bu Iroq rahbari Saddam Husayn edi. Qarang. Saddam Husayn. Saddam Husayn. Ya'ni Liviyani rahbari Muammar Kaddafi ekanligi to'g'ri, lekin bu ishni qilgan, ya'ni BMT inspektorlarini quvib chiqargan odam Iroq rahbari Saddam Husayn edi. Portugaliya Antonio Salazar barcha siyosiy partiyalar o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu to'g'ri. Antonio Salazar mana xullas A javobi to'g'ri javob yakuniy. Hop, 17-test topshirig'i qayerga qo'yilgan yulduzcha, qaysi davlatga? Marokash. Hop. Birinchisini ko'ramiz. 1907-yilda, demak, Marokash deb yozib qo'yaylik. Bir 1907-yilda ingliz shifokori o'ldirilishi ortidan Buyuk Britaniya bilan munosabatlar keskinlashdi. Juda o'xshab ketadigandek tuyuladi, lekin bu fransuz shifokori aslida va Fransiya bilan munosabatlar yomonlashadi. Ya'ni bir noto'g'ri ma'lumot, bir bor javoblar chiqib ketadi. A va S chiqib ketadi-da. 2 4 5 2 4 6. Demak, 2 4 ikkalasida ham bor. Faqatgina bizga 5 mi yoki 6 mi degan 5 yo 6. Savolga javob topsak, to'g'ri javob topamiz. 5 ko'ramiz. 1958-yilda boshlangan fuqarolar urushi 3000 kishining o'limiga olib keldi. Bu qaysi davlat edi? Qaysi davlat? Livanmidi? Livan edi bu, ha. Livan. Keyin 6-ni ko'ramiz. Poytaxt shahrida 1960-yillar oxirida bo'lib o'tgan yig'ilishda Islom konferensiyasi tashkil topdi. 6-dagi bu to'g'ri, Rabotda deb yozilgan-ku, o'sha Rabot Marokashda-da. Marokashda. Saudiya podshosi tashabbusi bilan ochiladi. Kimdir Saudiya Arabistonida deb o'ylashi ham mumkin o'sha Rabotda deb yozgan joyini ko'rib, lekin bu yig'ilish aynan Marokashning poytaxti Rabotda bo'lib o'tgan. Ana Qudus masalasi bor ekan-ku, ana Qudusda zarar yetish bo'lgani uchun shu tashkilot tashkil topgan ekan. Bitta qayerdadir o'qidim, Qudusga bo'lgan tazyiq bo'lar ekan, Qudusda yong'in chiqar ekan, keyin shu masalada qanday shu bir bahona bo'lib qolib yig'ilgan ekan keyin Rabotda. 2011da nomi o'zgargan ham ekan. Bitta maqolada o'qib qoldim. Hop, demak, D javob bu yerda 2 4 6. Hop, 18-test topshirig'i tarixiy voqea uning natijasini moslashimiz kerak. Mana Argentinada jahon tarixidagi eng yirik bankrotlik holati va natijasi nima bo'ldi? Bu yerda yozilgan. Lotin Amerikasi mamlakatlari modernizatsiyalashning neokonservativ yo'liga nuqta qo'yib, neoliberal yo'nalishga o'tdi. O'zi bu noto'g'ri, ya'ni neoliberal yo'nalishga qaytanga chek qo'yilgan. Ya'ni neoliberal yo'nalishga o'tdi emas. Qaytanga neoliberal yo'nalishga chek qo'yilgan.
qaranglar, o'sha neoliberalizm bor va klassik liberalizm bor. Ya'ni yangi liberalizm va an'anaviy liberalizm. Buni farqi bor. Buni farqi davlatning iqtisodga aralashuvi va uni tartibga solishini to'liq inkor etmasligi neoliberalizmni. Davlat aralashishi mumkin deb hisoblaydi-da neoliberallar baribir. Xo'p. Endi ikkinchi oktyabr inqilobi. Rossiyada fuqarolar urushi boshlandi. Bu to'g'rimi? Bu. To'g'ri. To'g'risiz. Ikkinchi to'g'ri, ya'ni oktyabr inqilobidan keyin qizillar va oqlar urushi bo'lganda, oqlar bu podshoh tarafdorlari, oq askarlar, qizil askarlar esa o'sha bolsheviklar. Uchinchi, Nyu-York fond birjasidagi inqiroz. Kapitalistik xo'jalik shaklining monopolistik kapitalizm deb atalgan yangi davri boshlandi. Bu noto'g'ri. O'zi monopolistik kapitalizm yakunlagan. Monopolistik kapitalizm qachon edi? 19-asr oxiri, 20-asr boshlariga xos edi. O'sha Morgan, o'sha Standard Oil'lar bor u yerda, Trust, Carnegie'lar o'sha monopolistik kapitalizm davridagi monopolistlar edi. Demak, bu yerda 1-3 noto'g'ri-da. 1 noto'g'ri, mana 3, mana bizda to'g'ri javob allaqachon kelib chiqadi bu yerda. 2, 5, 6, 7. 4ni ko'ramiz. 5-Pan-Afrika kongressi. Afrikada birinchi siyosiy partiya Afrika Milliy kongressi tashkil topdi. 5-Pan-Afrika kongressi nechanchi yilda bo'lib o'tgan? 945-yilda. 1945. Afrikadagi birinchi siyosiy partiya Afrika Milliy kongressi qachon tashkil topgan? 1912. Yo'q, 22 emasmi? 12. Darslikda 20 deb yozilgan, lekin bu xatoda. 1912 o'zi aslida darslikda xato yozilgan. Xo'p. Endi Gandimiyon shartnomasi Xiyoxonlik hududi 3 barobar qisqarib ketdi. Bu to'g'ri. Gandimiyon shartnomasiga ko'ra 3 barobar qisqarib ketgan. O'sha o'zi qancha edi Xiyoxonlik hududi? 190 ming kvadrat kilometr edi. 190 ming. 19 ming emas, o'sha darslikda xato yozilgan. Anvar Sadatning Misr prezidenti etib saylanishi, Misr SSR bilan barcha aloqalarni uzib, AQSh yordamida iqtisodiy rivojlanishni boshlashi. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Xo'p. 19-test topshirig'i. Mana shunday testlarni topish juda oson va bitta savol tushadi-da bundan. Bitta savol tushyapti har doim. Mana shunday ko'rinishdagi. Lekin juda oson o'zi aslida. Ikkitasi, uchtasini bilsak bo'ldi. Bizda bu yerda mana juda ko'p javob topib olishimiz uchun imkoniyatlar bor-da mana. Xo'p. Birinchi ko'ramiz, o'lkamiz Turkiston nomi bilan atala boshlandi. Biz mana shu joyga A ga asr qo'yishimiz kerak. Qachon Turkiston nomi bilan atala boshlangan? 7-asrdan. 7-asr. Demak, biz 7-asr degan joyni qidiramiz. Mana A ga bu yerda 4 to'g'ri kelyapti. A4 degan javob kerak bizga. Agar A4 degan javob kerak bo'lsa, mana D javobi chiqib ketadi va A javobi chiqib ketadi. Ikkita javob qoldi faqat. A4 degan. Endi buni topsak bo'ldi, chunki bu ikkalasida ham ikki xil. Mana bu 18, B javobda B8, C javobda esa B18. Ko'ramiz 8 ni. Franklarning chek yerlari allotga aylanishi mana 8-da. 18-chi esa Xanju, Kayfin, Yanju shaharlarining yuksalishi. Endi qaysi biri to'g'ri keladi? Unda franklarning chek yerlari allotga aylanish 6-asrda bo'ladi, ustoz. O'shani 6-asr ekanligini eslasak ham biz B javobni chiqarib olamiz-da. O'shani 6-asr ekanligini eslasak ham. Hattoki mana bu 18-dagi ma'lumotni 7-asrligini esla olmasak ham allotga aylanishi
odatda yodda qoladigan ma'lumot, shuni evaziga to'g'ri javob topishingiz mumkin mana C javob. Ko'rdingizlarmi? Agar bu yordam bermasa, mana bu boshidagilarni bilmasak, mana bu harflardan ham ketsak bo'ladi. Xullas, bu savolda umuman xato qilmaslik kerak imtihonda. Chunki bizga yordam beradigan juda ko'plab elementlar bor bu yerda. Xo'p. Euler-Venn diagrammasi Portugaliya va Gretsiya. Xo'p, A javobini ko'ramiz. Variantni demoqchi edim. 1976-yilda qabul qilingan respublika konstitutsiyasi mamlakatda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni barqarorlashtirish uchun huquqiy asos bo'ldi. Bu qaysiga to'g'ri keladi? Bu Ikkalasiga ham to'g'ri kelmaydi bu odamlar. ikkalasiga ham to'g'ri kelmaydi. 76-yil Portugaliyada bo'ladi-yu. Portugaliyaga to'g'ri keladi bu. Ya'ni birga A degan javob kerak bo'lyapti bizga. Agar birga A deydigan bo'lsak, mayli, qarang, buni aytaylik esga ola olmadik deb hisoblaylik. Shunda qanaqa topish mumkin? B javobda 1967-yilda hokimiyatga kelgan rejim qora polkovniklar diktaturasi nomini oldi. Endi bu menimcha ko'pchilikning esida qolsa kerak, bu Gretsiya bu. Qora polkovniklar. Ya'ni 2 ga B degan javob kerak bizga. 2 ga B. Agar 2 ga B deydigan bo'lsak, bitta javob qoladimi 2 ga B desak? Ha. Ya'ni baribir topish mumkin-da 2 ga B desak ham. Keyin C javob mana 1960-yillarning o'rtalarigacha rivojlanishning iqtisodiy modeli avtarkiya bo'lib qoldi. Bu Portugaliya o'sha Salazar davrida edi. Xo'p. Keyin yana ko'ramiz mana 1980-yillar oxirida ham Yevropa iqtisodiy hamjamiyati davlatlari orasida eng kam taraqqiy etgani bo'lib qolayotgan edi. Bu Gretsiya. Keyin moslashtiruvchi jihat mana 1974-yili mamlakatning siyosiy hayoti bilan bog'liq harbiy to'ntarish bo'lib o'tgan. Bu ikkalasiga ham mos keladi. Ya'ni uchinchisi D bilan moslashadi. Mana shu joyda agar mana shu so'zni qo'shmasam test noto'g'ri bo'lib qoladi. Siyosiy hayoti bilan bog'liq degan joyini agar men mana shu so'z bo'lmasa testga apellyatsiya berib yutib chiqish mumkin bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yerda 74-yilda Portugaliyada qaysi voqea nazarda tutilyapti? Chinnigullar inqilobi. Chinnigullar inqilobi o'sha kapitallar harakati, Chinnigullar inqilobi, to'g'rimi? Xo'p, endi Gretsiyada qaysi voqea nazarda tutilyapti? Gretsiyadagi aynan Gretsiyada emas-da, u Kipr inqirozi. Kipr inqirozi. Bu yerda o'sha siyosiy hayoti bilan bog'liq degan jumla qo'shilmasa, testni noto'g'ri bo'lib qolishiga sabab 74-yilda Gretsiyada to'ntarish bo'lmagan. Gretsiya bilan bog'liq ravishda Kiprda to'ntarish bo'lgan. Tushundingizlarmi? Tushundik. Mana shunday joylari ham bor-da test tuzishda. Buni kimdir sezmaydi, masalan, to'g'ri tuzib ketaveradi, lekin bu yoqda shunday joylari ham bor. Xo'p, keyin Gretsiyani endi Yevropa iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo bo'lgan 89 deb yozilgan. Ikkalasiga moslashtirib yuborishi mumkindir. Buni kimdir moslashtirib yuborishi mumkin, lekin aslida mana Gretsiya 1981-yilda kirgan, Portugaliya esa 80-yillarning o'rtalarida, 85-yilda kirgan o'z aslida. Xo'p. 21-test topshirig'i 21-asr boshida qaysi Lotin Amerikasi mamlakatlarida hokimiyatga yangi mustaqil deb atalayotgan nomzodlar kelgan? Bu Braziliya, Peru, Venezuela, Ekvador. Hop, 22-test topshirig'i quyida keltirilgan ma'lumotlarga aloqador bo'lgan javobni topishimiz kerak. Bir xil libos kiyib olgan qo'zg'olonchilar harakati. Agar biz faqat mana shu ma'lumotga tayanadigan bo'lsak, bu yerda Hoshim ibn Hakim qo'zg'oloni ham to'g'ri kelishi mumkin bo'lib qoladi. Nima uchun? Oq kiyimlilar qo'zg'oloni-ku. Hammasi o'sha oq kiyim kiyib olgan. Hop. Lekin bizga ikkinchi, uchinchi ma'lumotlar ham bor. Xurosonning poytaxti Marvning egallanishi.
Keyin o'sha xalifalik poytaxti, xalifalikning markaziy shahri o'zgartirilishi. Bu Abu Muslim qo'zg'oloniga to'g'ri keladi. Abbosiylar kelgan bu qo'zg'olonda o'sha bir xil qora kiyim kiyib olishgan edi. Martni egallashgan edi. Keyinchalik esa o'sha poytaxt Damashqdan Bag'dodga ko'chirilar edi. Aynan kimning davrida poytaxt Damashqdan rasman Bag'dodga ko'chirilgan? Xalifa Mansur davrida Abu Ja'far Davonaqiy. To'g'ri, xalifa Mansur davrida. O'zi xalifalikda qaysi shaharlar poytaxt maqomida bo'lgan? Damashq, Bag'dod. Bag'dod, Damashq, Madina. Madinadan boshlash kerak. Choriyonlar davrida. Choriyonlar davrida Madina. 661 Damashqqa ko'chiriladi Muaviya I. Muaviya I Damashqqa ko'chirgani. Xo'p. 23-test topshirig'i. Nima uchun Turkistonda paxtaga o'zgarmas narx joriy etilgan degan savol. Xo'p. 20-asrning 2-10 yilligida aynan nechanchi yil? 1900 15-yil. 15-yilda. 15-yil. Aynan. 15-yil. Xo'p. Fermerlarni paxta yetishtirishga rag'batlantirish va to'qimachilik sanoatini barqaror ta'minlash. Odatda o'zi o'zgarmas narx belgilanishi rag'batlantirish emas. Jabr zulm maqsadida qilinadi. AQSh Rossiyaga paxta yetkazib berishni butunlay to'xtatganligi bu voqea bo'lgan qachondir? Qachon bo'lgan? Fuqarolar urushi davrida. AQShda fuqarolar urushi ketayotgan paytda to'xtab qolgan Rossiyaga paxta yetkazish. C javob. Mahalliy aholi har yili paxta narxini oldingi yilga nisbatan 5-6 barobar oshirib yuborishi. Mantiqan to'g'ridek tuyuladi. Shuning uchun davlatning o'sha jahli chiqib paxtaga o'zgarmas narx belgilab qo'ydi degandek o'xshashi mumkin, lekin aslida mana D javobda imperiya moliyasi urushdagi talafotlar o'rnini to'ldirish va harbiy xarajatlar o'sishini qoplashga sarflayotganligi. Arzonroq narxda sotib olganda. Arzonroq narxda. Hop, 24-test topshirig'i Simonoseki sulhi bandlarini topishimiz kerak. Xitoy Koreyaning mustaqilligini tan oldi. 2. Xitoy Yaponiyaga katta miqdorda tovon to'lashga majbur bo'ldi. 3 va Tayvan oroli Yaponiyaga berildi. 2 3 5 degan javob bo'ladi. Mana yakuniy javob D. Minorai Kalon me'moriy obidasi davlatchiligimiz tarixida qaysi sulolalar davrida bunyod etilgan? Qaraxoniylar bo'ladi. Nechanchi asrda Minorai Kalon? 11-asrdamidi? 12. 12-asrda. Hop, 100-yillik urush davrida Yevropada hukmronlik qilgan qirollar. Nima qilamiz? Eng birinchi men aytaylik Filip 4-ni chiqarib yuboraman. Chunki Filip 4 o'limidan keyinroq bo'lganda, u masalan Filip 4 1314-yilda vafot etgan bo'lsa, 100-yillik urush nechanchi yillarda bo'lib o'tgan? 1337, 1453. 1453. Ha. 5 ni chiqarib yuboraman. Ketdi. 5 chiqsa, 2 ta javob chiqib ketadi mana. Endi yordam bermaydigan variantlarni o'chirib turaman. Xalaqit bermasligi uchun 3 keyin 4 mana 6. Imtihonda aytasizlar, mana shunaqa rangli qalamlarni beringlar deb, yaxshimi? Olib kelib berishadi. Said Ismoil, yaxshimi? Afsus. Unaqa emas, unaqa imkoniyat yo'q. Men bir eng arzon ruchkani beradi. Tushundingmi ustoz? Unaqa imkoniyat yo'q lekin. Bizda domlamiz Urushga ham yo'q. deb o'tirmanglar keyin. Sariqqa bo'yardi, Urushga ham kerakmaydigan variantlarni sariq bilan deb. Hop, 2 yoki Urushga ham 7 qolyapti. 2 yo 7. Richard 2 va mana Ludovik 11. Richard 2-ni olamiz, chunki 1377-yilda o'sha qo'shimcha jon sog'lig'i joriy qilgan edi, ha? Mana 100-yillik urush davrida to'g'ri keladi Angliyada. Ludovik 11-yillari nechi? 1461, 80mida? 83. 80. Hop, demak mana C javobni oldik. 27-test topshirig'i o'zaro muvofiqlik saqlangan javob topishimiz kerak.
bugungi kunda bu muvofiqlik saqlanmagan deb so'ralyapti-da odatda, lekin hali undaylarni ham ishlaymiz. Imtihonga qadar muvofiqlik saqlanmagan deganni ham. Va hozir muvofiqlik saqlangan. Qani, ko'ramiz. Xo'p. Qadimgi Yunoniston, bu yerda qadimgi Yunonistonga Apollon to'g'ri keladi. Birga A degan javob to'g'ri keladi. Birga A desak mana chiqib ketadi bitta javob. Endi Apollonga moslashtirishimiz kerak. Bunday mana. Yorug'lik. Qadimgi Yunoniston, Apollon u yorug'lik, to'g'rimi? Yorug'lik. She'riyat Ha. musiqiy. Bizga mana shunday javob kerak. 1A4 degan. 1A4 desak mana A javob chiqib ketadi, faqat ikkitasi qoladi. Endi ikkinchini ko'ramiz. Qadimgi Hindiston. Hindistonda Indira bo'ladi ustoz. Indira, ha. Nima qoldiradi o'zini? Qoldiroq. Hop, bu yerda ham biroz xato qolib ketibdi, chunki mana bu 2 marta A moslashib qolishi mumkin emas-da. Qadimgi Hindistonni aytaylik boshqa harfga moslashtirish kerak. A, B, S, aytaylik D ga, mana bu D bo'lishi kerak edi aslida. Yodimga solib qo'yinglar buni, mana shuni D qilib o'zgartirishim kerak. Xo'p, Ustoz. B javob bo'ldi mana. Endi kimning hukmronligi davrida Qo'qon xonligi o'zini Xitoyga qaramligini tan olgan? Bu Erdon Abiy bo'ladi. bo'ladi. Erdon Abiy. Agar O'sha- Marbuta bo'lsa, Xitoy bilan tengma-teng kurash oladigan davlat bo'lardi. Xitoy o'sha Erdon Abiy davrida Xitoy jung'orlarini yengib, qozoq juzlar yerlarga hujum qiladi. Toshkentga yaqinlashib qoladi. Eng birinchi qaysi viloyatni bosib olar edi? Xitoy. Dastlab O'shni bosib oladi. Qirg'iziston Respublikasidagi bugungi kunda. Xo'p, keyin qaysi bekliklar Xitoyga vassalligini tan oladi desa, 3 ta beklik bo'lar edi: Andijon, Marg'ilon, Namangan. Xo'p, 29-test topshirig'i o'rta asrlardagi O'rta Osiyo xalqlari tarixi, turmushi, madaniyati, urf-odatlari, adabiyotni o'rganishda noyob manba, dastlabki universal lug'at. Mana shu joyi bizga katta yordam beradi. Dastlabki universal lug'at. Turkiy qabila va urug'lar tillaridagi so'zlarning ma'nosini arab tilida izohlab bergan, shuningdek dunyo xaritasi ilova qilingan. Mana shu joy ham katta yordam beradi. Bu qaysi asar? Devon lug'ati. Devon lug'ati turk. Dastlabki ko'p tilli lug'atning asoschisi kim? Ana Zamaxshariymi? Bu Zamaxshariy, ha, dastlabki ko'p tilli lug'at. Hop, 30-test topshirig'i. Chizmada berilgan shaxslar ularga tegishli asarlarni to'g'ri moslashtirishimiz kerak. Shukrullo va Oybek berilgan. Shukrullohniki mana kafansiz ko'milganlar. Oybekning asari qaysi? Quyosh qoraymas. Quyosh qoraymas. Ya'ni bu yerda javob A bo'ladi. Endi qolgan asarlarni ham ko'ramiz. Urushning so'nggi qurboni kimniki? Urushning so'nggi qurboni. Hamid Olimjonmi bu? O'tkir Hoshimov. O'tkir Hoshimovniki urushning so'nggi qurboni. Keyin bu yerda yana Qiyomat Qars qoldi. Qiyomat Qars kimniki? O'lmas Umarbekovniki. O'lmas Umarbekovniki. O'lmas Umarbekovniki. Xo'p. 31-test topshirig'i. Mualliflar va ularning kashfiyotlari to'g'ri moslashtirilgan javob topishimiz kerak. Ixtirochilar va ularning kashfiyotlarida Stanley Cohen va Herbert Boyerlar mana gen muhandisligi bo'ladi. Birga A. 1970. Birga A. Keyin Daniel Bell. Bu yerda eng osoni menimcha Daniel Bell bo'lishi ham mumkin. Postindustrial jamiyat atamasini fanga kiritgan. Nechanchi yilda? 1962. Ha, 1962. 2 ga D bo'ladi mana. 2 ga D bo'ladi.
Keyin Jon Keynes, bu mikroiqtisodiyot nazariyasini yaratgan Jon Keynes. Mana bu javob bizda to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p. Oyga kosmik kema uchirish borasida tadqiqotlar olib borgan kim edi? Sovet olimi. Korolyov ustoz. Korolyov, to'g'ri. Xo'p. 32-chi test topshirig'i Farg'ona muvaqqat muxtoriyat hukumati kim boshchiligida tashkil etilgan? Bu Madaniybek. Shermuhammadbek bo'lsa, Turkiston Turk mustaqil islom jumhuriyati bo'lar edi. Turkiston. Bu yerda Madaniybek to'g'ri javob, Farg'ona mana. Hop. 33-test topshirig'i quyida berilgan voqealardan qay biri eng keyin? Birinchi 34 bilan 35 ni ko'rgan ma'qul. Qaysi voqeadan so'ng Afrika qit'asining barcha hududlarida partiyalar va kasaba uyushmalariga o'xshash tashkilotlar paydo bo'la boshladi? Bu Afrika Milliy Kongressi tashkil etilgandan so'ng birinchi partiya tashkil etilgandan keyin. O'sha 1912-yilda bu. S bo'ladi. 20 emas, 12. Hop. Endi 35 Janubiy Afrika Respublikasi tarixida 20-asrning oxirlarida yuz bergan voqeani topishimiz kerak. Mana mamlakat tarixida birinchi qora tanli yo'lboshchi Nelson Mandelaning prezident bo'lishi 1994. Javob. Ustoz, Bu yerda muammo qolib ketibdi. Eng keyin emas, eng oldin demoqchi edim-da men buni. Lekin hozirgi holatda eng keyin bo'lsa D bo'ladi. O'sha oldin aytgandim-ku, milliy sertifikatni qaraydigan bo'lsak, mana bu 33-35-sonlarda bir xil bo'lib qolgan holat bo'lmagan. Hozir bu yerda bir xil bo'lib qolibdi. Lekin aslida mana buni eng keyin emas, eng oldin deb yozsam muammo hal bo'lardi. Eng oldin bo'lsa qaysi bo'lardi? Mana bu 5-Pan-Afrika Kongressi 1945. Britaniya mustamlakasi oltin qirg'oq o'z mustaqilligini e'lon qildi. Bu 50-yillarning ikkinchi yarmi. Afrika Milliy Kongressi, xo'p. Jamol Abdunosir boshchiligidagi yosh ofitserlar nechanchi yil? 1952. Muammar Kazzafiy boshchiligidagi yosh ofitserlar tashkiloti monarxiyani ag'darib tashladi. Bu nechanchi yil? 1969. 1969-yilda Liviyada. Xo'p. Agar bu yerda men eng oldin deydigan bo'lsam, mana bu oho. Eng oldin desam, Javob to'g'ri keladi. keyin bu 33-34 to'g'ri kelib qolyapti. Lekin bu to'g'ri tekshirdi ustoz. Bot savol bo'yicha tekshirdi. Yo, savolda aytdim-ku, jiddiy muammo yo'q, lekin DTM amaliyotida unaqa emas-da, bu xato deb bo'lmaydi buni. Ikkita javob to'g'ri kelib qolishi shunchaki DTM amaliyotida o'sha milliy sertifikatda bo'lmaganda. Lekin shuni oldin olish uchun buni to'g'rilasa bo'ladi, qanaqa qilib o'ylash kerak. Agar eng keyin desam yoki mana bu savolni o'zgartirish kerak 34 ni. Qachondir bir to'g'rilagandim buni, boshqacharoq qilib to'g'rilagandim. Hozir bu versiyasi qolib ketibdi. Xo'p. 36-test topshirig'i 1946-yilda BMT Bosh Assambleyasi qaysi davlatni xalqaro tashkilotlarga qabul qilmaslik to'g'risida maxsus qaror qabul qildi? Bu qaysi davlat? Ispaniya. Xo'p, ushbu davlat 1982-yilda qaysi xalqaro tashkilotga a'zo bo'lgan? NATOga a'zo bo'ladi. 85-yil YIG'ga a'zo bo'lar ekan. Nechanchi yil? 85-yil. 85-yilda Yevropa iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo bo'lgan. Kimga davrga to'g'ri keladi bu? Bu Juan Carlos birdimi? Juan Carlos, ha. Xo'p. 37-test topshirig'i
Ichanqal'ada qaysi xonlar davrida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan? Bu yerda Muhammad Rahimxon. Rahimxon birinchi bo'ladi. Keyin Allohqulixon bo'ladi. Keyin Muhammad Aminxon bo'ladi. Keyin Muhammad Aminxon bo'ladi. Muhammad Amin Inoq emas. Muhammad Aminxon. O'sha nechanchi yillarda hukmronlik qilgan Muhammad Aminxon? 1845 55. Xo'p. O'zbekiston SSRning qaysi rahbari davrida Ichanqal'a butun jahon yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan? Nechanchi yilda bu kiritilgan bunga? Birinchi yilda 1990. 1990-yilda. Aynan o'sha payti Islom Karimov edi-da. O'zbekiston SSR rahbari, ya'ni o'sha Markaziy qo'mita birinchi kotibi. Islom Karimov. AQShning qaysi prezidenti Vyetnam urushini to'xtatishga va tinchlik o'rnatish haqidagi shartnomani imzolashga majbur bo'lgan? Bu kim bo'ladi? Richard Nixon. O'zi AQSh Vyetnamda nechanchi yillarda urushda qatnashgan? 1965, 1973-yillarda. 65, 73. Urush harakatlari kimni davrida boshlangan desa, bu Lyndon Johnson bo'ladi. Agar boshlangan desa, Lyndon Johnson davrida. 20-asrning eng uzoq davom etgan hududiy to'qnashuvi bo'lgan Iroq-Eron urushi yillarida AQSh prezidenti kim edi? Bu kim bo'ladi? Ronald Reagan bo'ladi. O'zi AQSh urush 80-88-yillarda bo'ladi. To'g'ri. Qarang, agar o'sha Iroq-Eron urushi kimni davrida boshlandi desa, kim bo'ladi javob? Jimmy Carter bo'ladi. Bu Jimmy Carter bo'ladi. Hop, 39-test topshirig'i qadimgi Rimda respublika davri kimning davrida rasman tugallangan? Bu o'sha Octavian August bo'ladi. O'zi Rimda 3 ta tuzum hukmron bo'lganda. Podshohlik, respublika, imperiya. Podshohlik, respublika, imperiya. O'sha respublika davri miloddan avvalgi 509 dan miloddan avvalgi 29-yilga qadarda imperiya deb e'lon qilingunga qadar. Birlashgan Rim imperiyasining so'nggi imperatori kim edi? Bu Feodosiy bo'ladi. Chunki Feodosiyning o'limidan keyin ikkiga bo'linib ketgan sharqiy va g'arbiy qismlarga. 40-test topshirig'i Yashil inqilob. Yashil inqilob deganda biz Indira Gandhini hayolimizga olib kelamiz. Birinchidan davlat so'ralgan. Qaysi davlatda? Savolga ham e'tibor berish kerak. Mana bu joyga Indira Gandhi deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydi. Masalan, qaysi davlatda desa. Hindiston. Ushbu siyosatni muvaffaqiyatli amalga oshirgan siyosatchi mana Indira Gandhi. Xo'p. 41-test topshirig'i bu ham muhim savol. Ko'pchilik mana shu savolda ikkilanadi, lekin javob topsa bo'ladi-da bunda. Mana mahalliy aholining iltimosi bilan musulmonlarni birlashtiruvchi tashkilot tuzish uchun Eshon Boboxon boshchiligidagi bir guruh faollar O'zbekiston SSR Oliy Sovet Prezidium raisi dan ko'mak so'raydi. Natijada Eshon Boboxon SSR hukumatı boshlig'i bilan uchrashib, oxir-oqibat O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi tashkil etilishiga erishadi. Bu o'sha Oliy Sovet Prezidium raisi deyilyapti mana bu joyda. Kim bo'ladi? Yo'ldosh Oxunboboyev bo'ladi. Qarang, o'sha Yo'ldosh Oxunboboyev undan oldin Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi bo'lgan. Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi. 37-yilgacha, 25-37. Keyin u lavozim tugatilib, o'rniga Oliy Sovet Prezidiumi raisi tashkil etilgan, uni ham o'sha Yo'ldosh Oxunboboyev egallagan. Bu savolda kimdir Usmon Yusuf javobini ham yozishi mumkin-da, lekin Usmon Yusuf nima uchun to'g'ri kelmaydi? Chunki Usmon Yusupov birinchi kotib edi bu davrda.
To'g'ri, bu davrda Usmon Yusuf bo'lgan, lekin birinchi kotib edi-da. 37-50 yillarda. Demak, bunga Yo'ldosh Oxunboboyev deb yozamiz. Hop, buni ko'ramiz. Eshon Boboxon Moskvada SSR hukumati boshlig'i bu Stalin bo'ladi. Stalin. 42-chi test topshirig'i. Ikkinchi jahon urushi yillarida AQShning o'z ittifoqchilariga harbiy asbob anjomlar, texnika, tibbiy jihozlar, dori-darmon va strategik xomashyo yetkazib berish to'g'risidagi dasturi nima deb atalgan? Bu Lend-Liz bo'ladi. Bir 1945-yilning iyul-avgust oylarida antifashistik koalitsiya SSR, AQSh, Buyuk Britaniya liderlarining uchrashuvi qaysi davlatda bo'lib o'tgan? Bu Potsdam deb yozsak xato bo'ladi lekin. Potsdam qayerda? Germaniyada. Germaniyada. O'sha meni qaysi davlatda degan qo'llanmamni yod olishlaringiz kerak, juda muhim. Germaniyada. Zardushtiylik ibodatxonalarida diniy marosimlarni avloddan avlodga saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan ruhoniylar nima deb atalgan? U Ma'badlar. Ma'bad. Zardushtiylikda hosildorlik va suv ma'budasining nomi nima bo'lgan? Bu Anahita. Anahita. 1944-yilda Chilida kimning hukumati? Yo'q, 49 emas. 49 qayerdan chiqdi? Chilida kimning hukumati diktatura davriga barham berdi? Bu kim bo'ladi? Augusto Pinochet. Tito bo'ladi. 1973-yilga Diktatura kelgan. davriga barham berdi deyilgan mashhura. Siz gapirdingizmi hozir? Ha, ustoz. Diktatura davriga barham bergan bo'lishi kerak. Barham bergan. E'tibor bering. Bu Patricio Elin bo'ladi. 1989. Esladingizmi? Kimni diktaturasiga barham bergan? Bilmadim ustoz. Said Ismoil. Pinochet. Pinochet. Hop. 20-asrning 90-yillarida 1900 qurollangan so'l radikal harakat avj olib, ularning qo'shinlari mamlakat hududining 40% nazorat qilgan. Bu Kolumbiya bo'ladi. Kolumbiya. 45-test topshirig'i. Yevropa davlatlari o'rtasida 7 yillik urush nomi bilan tarkibga kirgan urush bo'lib o'tgan. Ushbu davrda Buyuk Britaniyada qaysi sulh hukmron bo'lgan? 7 yillik urush nechanchi yillarda bo'lib o'tgan edi o'zi? 1756-1763. Va sulola, o'sha davrdagi sulola qaysi edi? Gannoverlar so'rarsiz. Gannoverlar, to'g'ri. Ushbu sulolaning oxirgi vakili kim? Viktoriya. Viktoriya. To'g'ri, 1901gacha keyin vafot etadi. Keyin undan keyin Edvard 7-taxtga o'tiradi. Lekin u boshqa sulola nom bilan ataladi. Keyinchalik o'sha sulolaning nomi Windzorlar deb o'zgartirilgan. Hop, yaxshi. Kimnidir savoli bormi menga? Test tahlilini. Said Ismoil, sizda 31 ta chiqibdi, to'g'rimi? 31 ta. hozir siz 31 tamidi? 31 emas edi, yo'q. Boya ishlab hozir ko'raman. 31 edi, yo'q. 33 ta 33 ta. ekan. Qaysilarda xato Tashlaymi? qildingiz? Boya 11-sinfda O'zbekiston tarixida o'qimadim, shunda xato Qaysi u? qildim. 15-savol bor bu. 15. Qaysini belgiladingiz? Men buni belgilab qo'yibman. Ikkini chiqarib. Yo'q, buni belgilash uchun
ekologik partiya bor-ku, ekologik partiya jiddiy to'sqinlik qiladi-ku, Islom Karimov davrida emas-ku, Mirziyoyev davrida ekologik partiya. Keyinchi 11 bo'lishim kerak edi. Keyin hozir 17da xato belgilab qo'yibman. qaysi? Yo, uni belgiladim, faqat chiqarib yubordim. D ni belgilashim kerak edi o'zi. A belgilab qo'yibman. Xayol bilan belgilab qo'yibman. Bo'tga yuborayotganda. Balki e'tiborsizlik qilgandirsiz, men buni fransuz deb o'ylagandirsiz. Qaysini? Yo'q, siz. Fransuzmiz, ingliz. Birinchi shunday o'ylavdim. Keyin qarasam variant. Demak, ingliz ekan, fransuz bo'lishi kerak edi. Unda emas ekan, ustoz, xato belgilab qo'yibman. Xo'p, yaxshi. Kimdadir savol bo'lsa berish mumkin yana. Mikrofonlaringizni ochib chiqaman. Ustoz, Hop. Ustoz, 1912-yilda Afrika Milliy kongressi bo'ladi dedingiz-ku. Ha. Shunda o'ng jahonda 1920-yil deb yozilgan ekanda. O'sha noto'g'ri yozilgan. Nimaga ustoz? Noto'g'ri-da, masalan, noto'g'ri. Afrika Milliy kongressining sayti bor, o'zining veb-sayti. O'shanda ham 1912 deb yozilgan. Kitobda noto'g'ri bo'lishi mumkin-ku, mana masalan, o'sha Xiyo xoligi hududini ham 19 ming deb yozib qo'yibdi-ku, 190 ming-ku. Ha. Masalan, kitobda aytaylik, Amir Temur 1337-yilda tug'ildi deb yozgan bilan Amir Temur 37-yilda tug'ilib qolmaydi-yu. Tushuntira oldimmi? Ha. Xo'p, yaxshi. Yana kimdir savol bormi? ustoz, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Unda testda savol nima qiladi? Hozir Xudoyorov gapiryapti, gapiring. Masalan, o'sha Afrika Milliy kongressi tushsa, biz qaysi javobni belgilasak to'g'ri bo'ladi? To'g'ri javobni belgilash kerak. DTMni har doim to'g'ri javobni belgilab turadi. O'sha Gannaverlar sulolasi bilan bog'liq savol tushgan. Kitobdagini emas, to'g'ri haqiqatni, ya'ni tarixiy haqiqatni belgilash kerak. Ha. Xo'p, yana kimdir savol bormi? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Endi savol bor Jahon edi. tarixini. Buni yozmani bor-ku, Ha. yozmani tekshiribsiz-ku. O'shanini botingizga qanday telesa bo'ladi yozmani? Yozmani tashlab bo'lmaydi hozir. Yozmani bu Ha. botda tekshirib bo'lmaydi. Tekshirib bo'lmaymi? Yo'q. Yana kim savol bermoqchi? Ustoz, Gapiring. Mis. jahon tarixini 7-sinf darsligi bor-ku. Ha. 2022 va 2017 ancha farqi bormi orasida? Endi farq bor, ha. Farqi kattami? Endi Ana qaysi birini ko'proq ahamiyat berib o'qish afzal? Eski nashrmi yoki yangisini? qachon topshirasiz siz? Noyabrda. Majburiygami? Ha. Yo'q, endi qarang, qaysi birini siz oldin o'qigan bo'lsangiz, o'shani takrorlaganingiz yaxshi. Sizga maslahatim shu. Masalan, oldin 7 jahonni eskisini o'qigan bo'lsangiz, o'sha eskisini takrorlang. Agar yangisini o'qigan bo'lsangiz, oldinroq yangisini takrorlang. Agar yangisini o'qisam, takrorlab chiqishim uchun u yangisidan ham tushishi mumkinmi savol? Yo'q, gap tushishi mumkin, lekin gap sizni o'zlashtirishingizda-da. Hozir uni o'qigan bilan o'zlashtira olmasligingiz mumkin. Agar qaysi darslikni bitta o'qib qo'ygan bo'lsangiz, o'shani bitta ikkita o'qib qo'ygan bo'lsangiz, o'shani takrorlashni tavsiya qilaman-da. Xo'p, rahmat. Yana kimdadir savol bormi? Xo'p. Agar hech kimda savol bo'lmasa, 9 jahonni
xronologiyasini o'sha savol javob qilamiz. Chunki o'sha bugungi Ustoz, belgilangan menda bir guruhda. taklif bor edi. Aha. Test tahlil qilaylik ustoz. Shunda boshqa masalan qatnashayotganlar mikrofonni ochib qo'ya olasizmi? Keyin qatnashayotganlarga zerkali bo'lmaydi-da, anavi. Ha. Endi boshida ochib qo'yib bilaman-da, oxirida emas, o'rtasida emas-da, chunki kirib o'tiraman-ku nimaga. Testga. Boshida ochib qo'yasiz-da. Boshida ochib qo'yaman. Shved kirish kerak. Rahmat. Xo'p, yaxshi. Endi bu video chatni yakunlayman, keyin chatni boshidan ochamiz. Xronologiyani savol javob qilib ko'ramiz. Sog' bo'ling. Darsda ko'rishguncha. Nechida bo'ladi uni darslar?